Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hafsa onamizni bir taloq qildi va mana shu narsa bilan bu onamizga ta'lim berdi. Sababi Hafsa onamiz payg'ambarimiz unga aytgan sirni fosh qilib qo'ygan edi. Qissa quyidagicha edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining ayoli Moriya Qibtiya bilan Hafsa onamizning hujrasida yolg'iz qoldi. Kundoshini uyida eri bilan yolg'iz qoldi. Moriya Qibtiya Muqovqisdan, Misr podshohi Muqovqisdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hadiya bo'lib kelgan edi. Endi bu narsadan Hafsa onamiz qattiq bir xafa bo'lib, Rasulullohning oldida qattiq yig'lab berdi. Rasululloh bu onamizni ko'yini uchun bu onamizni yupatmoqchi bo'lib, agar uni o'zimga harom qilib, unga qaytib yaqinlashmasam, mendan rozi bo'lasizmi dedi. Agar unga yaqinlashmasam, rozi bo'lasizmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Payg'ambarimiz Moriya onamizga bormaydigan bo'ldi, uni o'ziga harom qildi. So'ngra payg'ambarimiz Hafsa onamizga buni hech kimga aytmang dedi. Ya'ni kundoshini payg'ambarimiz o'ziga harom qildi, buni birovga aytmang dedi. La tadhkuri zalika li ahad faradiyat Hafsa bidalik. Hech kimga bu sirni aytmang dedi. Hafsa onamiz bunga rozi bo'ldi. Mana shu kecha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hafsa onamiz bilan birga bo'ldi. Hafsa onamiz xursand bo'ldi. Sir aytishlikni, ya'ni sirni saqlab turishlikka toqati yetmadi. Tong otdi, sabr qila olmasdan Oysha onamiz roziyallohu anhoga aytib berdi. Kecha Rasululloh meni oldimda edi. Rosa yig'lab berdim. Uzot Moriyani o'ziga harom qildi dedi. Rasululloh sir deb aytgan narsani fosh qilib qo'ydi. Alloh taolo Hafsa onamizga va umuman boshqa mu'mina onalarimizga ta'lim berib, yo'l ko'rsatib, adab berib, hidoyat qilib, ushbu oyatlarni nozil qildi. Astagfiru billah. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Alloh taolo nima dedi? Payg'ambar juftlaridan biriga, ya'ni Hafsa onamizga bir so'zni pinhona aytganini eslang. Endi qachonki Hafsa u sir haqida xabar bergach, kimga? Oysha onamizga. Va Alloh Jabroil farishta vositasida payg'ambarni Hafsaning qilmishidan voqif qilgach, u Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Bas qachonki payg'ambar Hafsaga o'zi voqif bo'lgan narsani ba'zisi haqida xabar bergach, u kim sizga bu xabarni berdi dedi. Payg'ambar menga bilguvchi va xabardor zot xabar berdi dedi. Mana endi bu sirni payg'ambarimiz omonat qo'ygan sirini fosh qilishlikning oqibati nima bo'lishini Hafsa onamiz o'ylab ko'rmagan edi. Payg'ambarimiz bir taloq qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bundan xabar topganida juda qattiq achchig'i keldi, g'azablandi. Chunki Rasulullohning oldida yuzi yerga qarab qoldi. Bundan keyin Alloh taolo Umarga ham, Hafsa onamizga ham parvo qilmaydi deb o'yladi. Chunki payg'ambarimizga qizini nikohlab berib, juda bir katta sharafga ega bo'lgan edi. Endi nima bo'ldi? Endi taloqni berib qo'ydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Jibril alayhisalom kelib shunday dedi: Innalloha ya'muruka an turajiya Hafsa rahmatan bi Umar. Jabroil alayhisalom kelib payg'ambarimizga albatta Alloh Hafsani Umarga rahmat sifatida qaytarib olishingizni amr qildi dedi. Umar ibn Xattobning yuzidan Umar ibn Xattobga rahmat sifatida qizini qaytarib oling dedi. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning makonati ulug' edi. Yana bir rivoyatda Jibril alayhisalom aytadi payg'ambarimizga: Arji Hafsata fa innaha sawamatun qawama va innaha zawjatuka fil janna. Hafsani qaytaring, u savoma, qavoma va albatta u sizning jannatdagi zavjangiz bo'ladi dedi. Mana shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan bir oy chetlanib oldi. Ularga odob berdi. Atrofga payg'ambar alayhisalom ayollarini taloq qildi degan xabar tarqadi. Hammasini taloq qildimi yoki bittasini? Sahobalardan birortasi kelib payg'ambarimizdan buni
aytib so'ragani jur'at qila olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodarlar muloyim, halim zot bo'lgan, kishfe'l bo'lgan, kamtar bo'lgan, lekin shu vaqtda o'zida sirli, haybatli bo'lgan. Abu Bakrdek, Umardek sahobalar kelib tikka gapirgani haybatlanishgan. Demak, insonda sir bo'lishligi uchun, haybat bo'lishi uchun albatta shu qo'g'ini solgan odamlarga bir gap qo'pol unaqa emas. Agar inson taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni haybatini ziyoda qilib qo'yadi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuda odamlar haybatlanib, yuraklari yorilib bo'lib kelib aytishdi xalifa bo'lib turgan paytda. Ey Amirul Mo'minin, sizni haybatingizdan yuraklarimiz yorilib ketadi deydi. Sal muloyimroq bo'ling. Deganida Umar ibn Xattob, bu sizlarga haybatli bo'layotganligim meni sizlarga qilayotgan zulmim sabablimi dedi. Sizlarga zulm qilgan uchun qo'rqasanmi, mendan haybatlanasizlar? Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'rganmiz. Umar ibn Xattob, Parvardigor, meni haybatimni yana ham ziyoda qilgin deb so'raydi. Demak, inson taqvoli bo'lsa, mustaqim bo'lsa dinida, Allohning hukmi bilan tatbiq qilishda doimiy bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu bandaga haybat beradi, sir beradi. Demak, Madinada Rasululloh ayollarini taloq qildi degan gap tarqadi, lekin hammasini taloq qildimi, bittasini taloq qildimi, birorta sahoba kelib, botinib payg'ambarimizga bu haqida so'z ocha olmadi. So'ngra shoshilganicha o'zini qizi Hafsa onamizning uyiga keldi. Hafsa onamiz yig'lab o'tirardi. Unga Rasululloh seni taloq qildi, shu rostmi dedi. Hafsa onamiz ha dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 2 marta kelib ruxsat so'radi Rasulullohning oldiga kirishlikka. Rasululloh izn bermadi. 3-marta Umar ibn Xattob 3-marta Rasulullohni huzuriga kirishga izn so'radi, izn berildi. Umar ibn Xattob kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu mayda toshlarning ustiga yonboshlab olib yotar edi. Ya'ni toshlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning biqiniga botib qolgan edi. Kirdida, "Ya Rasululloh, ayollaringizni taloq qildingizmi?" dedi. Payg'ambarimiz boshini ko'tarib, "Yo'q" dedi. Umar ibn Xattob xursand bo'lib ketdi. "Allohu akbar." Rasululloh haybatli edi. Umar ibn Xattob juda bir haybatlanib, bir hijolat bilan gapirar edi. Umar ibn Xattob xursand bo'ldi. Keyin nima dedi? "Ya Rasululloh, ko'rmaysizmi?" dedi. "Biz Qurayshliklar ayollarimizdan ustun edik. Madinaga kelsak, bu yerlik ayollar erlardan ustun bo'lishar ekan. Bizi ayollarimiz ham bu yerlik ayollardan ta'lim olishibdi. Bizi ayollarimiz ham bu yerdagi ayollardan ta'lim olishibdi. Bir kuni ayolimga g'azab qilib, ovozimni baland qilib gapirsam, gap qaytarib qoldi. Men hayron bo'ldim. Ayolim menga, "Nimaga hayron bo'lasiz? Vallohi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari ham payg'ambarimizga gap qaytarishar ekan. Bir kunlab orozlashar ekan" dedi. Umar ibn Xattob, "Agar sizlardan kim shunday qilayotgan bo'lsa, noumid bo'libdi, ziyon ko'ribdi" dedi. Axir Rasulullohning g'azabi uchun Alloh g'azab qilishidan xotirjam bo'lar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab bir kulib qo'ydi so'ziga, tabassum qilib qo'ydi. Umar ibn Xattob davom etdi. "Ya Rasululloh, men Hafsani oldiga kirib, unga Oysha seni dugonang bo'lganini seni aldab qo'ymasin. U sendan payg'ambarimizga sevimliroq" dedi. Payg'ambarimiz 2-marta kulib qo'ydi yana. Umar, "O'tiraveraymi?" deb so'radi. Payg'ambarimizni ko'nglini olib, 2 marta tabassum qilgandan keyin so'rayapti, "O'tiraveraymi?" dedi. "O'tiraveraymi?" dedi Umar ibn Xattob. Rasululloh ha dedi, o'tirdi. Umar ibn Xattob o'tiradi, aytadi, "O'tirib boshimni ko'tarib qarasam, vallohi uyda ko'zim tushadigan biror narsa yo'q edi" deydi. Vallohi bu mubolag'a emas, birodarlar. Mubolag'a emas. Chunki Adi ibn Xotam toyini payg'ambarimiz o'zini uyiga yetalab kelganda, uni tagiga solgani to'shagi bo'lmaydi. Bir dona yostiq bo'ladi. U yostiq ham ichiga xurmo, po'stloqlar yumshatib solingan yostiq edi. Adi ibn Xotam toy qabilasining podshosi edi. Rasululloh haligi yostiqni olib turib, halinga uzatdi, "O'tir" dedi. Qaytarib berdi, "O'zi o'tiring" dedi. Payg'ambarimiz "O'tir" dedi, o'tirdi. Boshqa hech narsa yo'q edi. Shuning uchun dunyo ishlarida o'zimizdan pastroq odamlarga qarasak, hammamiz hayotimiz farovon, xotirjam bo'ladi. Agar dunyo ishida o'zimizdan baland bo'lgan odamlarga qarasak, hech qaysimiz hayotimizdan rozi bo'lmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollardan xafa bo'lib, bir oy tashlab qo'yishga ahd qilgan edi. Shunda Alloh taolo
payg'ambar ayollarini malomat qilib yana oyatlar nozil qildi. Va in tazahara alayhi fa inna Alloha huwa mawlahu va Jibril va solihul mu'minin val malaikatu ba'da zalika zahir. Alloh taolo mana shu ikkita onamizga xitob qildi. Hafsa va Oysha onamizga. Agar sizlar bu qilmishlaringiz uchun Allohga tavba qilsangizlar, o'zlaringizga yaxshiroq bo'lar. Chunki sizlarning dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi. Ammo agar sizlar payg'ambarning ziyoniga bir-biringizga yordam bersangiz, ya'ni u zot bilan ayollar o'rtasini buzadigan ishda bir-birlarga yordam berib turib, shunday ish qiladigan bo'lsanglar, u holda shak shubhasiz Allohning o'zi ham, Jabroil ham, solih mu'minlar ham uning madadkorlaridir. Yana bulardan keyin farishtalar ham payg'ambarga yordamchidir. Payg'ambarimizning mana shu ikkita ayoliga Alloh taolo xitob qildi. Payg'ambarda ziyoniga ish qiladigan bo'lsanglar, payg'ambarning yordamchisi Alloh, Jabroil va solih mu'minlar. Asa robbuh in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qonitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin va abkara. Ehtimol Parvardigori agar u sizlarni taloq qilsa, unga sizlardan yaxshiroq juftlarni, muslima, mu'mina, itoat etuvchi, tavba tazarru qiluvchi, obida, mudom Allohning yo'lida ketguvchi juvon va qizlarni almashtirib berur. Agar sizlar payg'ambarni bunday qilib dilini ortadigan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga javob bergizadi. Sizlarda o'ninglarga sizlardan yaxshiroq bo'lgan, ibodatlik, Allohga itoatda bo'ladigan qiz va jumollarni xotin qilib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oilasida bo'lgan bu ishlar har bitta musulmonning uyida bo'lishi mumkin. Har bitta musulmonning uyida. Mana shunday holatlarda nima ish qilishlik kerak? Qanday yo'l tutishlik kerak? Rasulullohning hayotidan va ummahatul mu'minlarning hayotidan mana shu narsalarni siz bilan biz ta'lim olamiz, o'zimizga andoza ibrat olamiz.